Interval ochlik, ya'ni 16/8. Bu yangi trendmi yoki haqiqatdan inson organizmi uchun foydali bo'lgan holatmi yoki parhezmi yoki ovqatlanish rejimimi? Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktorim kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlari Muhammad Erkinjonovich. Xo'p, azizlar, hozirda internet tarmog'ida juda moda tusiga kirgan, trend tusiga kirgan interval och qolish, ya'ni 16/8. Bu degani 16 soat ovqatlanmay, 8 soat ovqatlanish haqida gaplashamiz. Qani unda biz boshladik. Mavzu 16/8 rostdan yog'ni eritadimi, rostdan organizmga foydalimi yoki bu shunchalik hozirda modami? Yasunuro Osumu xuddi shu 16/8 ya'ni intervalni och qolish autofagiya haqida yozgan maqolasi uchun Nobel mukofotini olganini rasmlarda ko'rib turibsiz. 16/8 bu och qolish rejimi emas, aksincha ovqatlanish tartibga solish rejimi. 16 soat och qolasiz, 8 soat ovqatlanasiz. Qolgan vaqt suv ichib yurishga to'g'ri keladi. Bu holatda birinchi o'rinda nima yuz beradi? Zaxiradagi yog'lar eriy boshlaydi va organizmda insulin moddasi kamayadi yoki bo'lmasam normaga tushishi mumkin. Hujayralar ishlash faoliyati tezlashadi va organizm tozalash ishga tushadi. Bu autofagiya deb ham ataladi. Bu haqida boyaga aytganimdek, yapon olimi Yasunuro Osumi fanga kiritgan ma'lumotlari va berilgan tadqiqotlariga yana qaytaraman Nobel mukofotini olgan. Shuning uchun 16/8 och qolish va intervalniy och qolish davri bu shunchaki safsata yoki trend emas. Bu realni insonlar uchun yordam beradigan holat. Har qanday ozmoqchi bo'lgan insonlar achchiq, sho'r, chaqadigan, yerli narsalar, shirinliklar, tarkibida shirasi bor moddalar va shakar qo'shilgan mahsulotlar iste'mol qilmaslik. Qanday insonlar bunday 16/8 intervalni och qolishni qilishi mumkin emas? Sahr kasalligi, ya'ni qand kasalligi bor insonlar, oshqozon ichagida muammosi bor insonlar yoki gormonal o'zgarishga moyilligi bor insonlar. Bular maxsus mutaxassislarga uchragan holda, ya'ni o'zlarini shifokoriga uchragan holda maslahat bilan so'ngra intervalni goladaniya, ya'ni interval och qolish qilishi shart. Interval och qolish sabrli insonlarga ko'proq yordam beradi degan umiddaman. Chunki sabr qilish har qanday kasallikni ham yengishga yordam beradi. Undan tashqari parhez, dieta va shu kabi holatlar bo'yicha shifokor Muhammad Telegram kanaliga o'tsangiz, biz sizga 21 kunlik to'g'ri ovqatlanish ratsionini bepul tashlab beramiz. Ha, 21 kunlik to'g'ri ovqatlanish ratsionini tashlab beramiz. Insonlarning ko'pchilik qiladigan xatolari intervalniy galadaniyada faqat suv ichadi. Bu noto'g'ri. Yoki bo'lmasam faqat ovqat yeydi. Bu ham noto'g'ri. Haqiqiy intervalniy galadaniya bu to'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakat va insonni ruhiyatini tetiklashtiruvchi holatlar. Uyqu, stressdan uzoq bo'lish va kitob mutolaa qilish. Bunga qo'shimcha toza havoda sayr qilish. Ma'lumotimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.